Feruza Normatovani ko'rolmayotganlar hozir qay ahvolda? Nima? Feruza Normatova erga tegyapti ekan. Yana MMA jangchisiga. Voy, endi nima qilaman? Voy, endi men nima qilaman? Buni to'chini to'xtatishim kerak. Alo, kimdan so'rasam ekan? Alo, bu tez yordammi? Tez yordamligini qayerdan biladi? Nima qilsam ekan? Nima deb yomonlab chiqsam ekan? Bu to'yni sirvochida to'xtatishim kerak. Qanday? Nimaga Feruza Normatova MMA jangchisiga tegadi? Yana normalni bolaga nimaga tegadi? Nima haqqi bor? Biranta chumoga emas, biranta bir ariq sochib ketadigan emas. Nimaga buni to'xtatishim kerak? Alo, eshitdingmi? Nimaga? Rost ekanmi? Nimaga tegadi? Senga nima? Nimaga ishim bo'lmaydi? Chechna oldingi qizlari bog'chada gaplashgan, maktabda gaplashib, birinchi marta gap otib qo'ygan qizlari hammasini topib shantaj qilishimiz kerak. Oldin kim bilan yashagan, nima qilgan, tezda top. Bu qo'limizdan kelgancha ifloslik qilishimiz kerak. Bu to'yni to'xtatmasak bo'lmaydi. Nima